Men Jamshid Alabay opam uchun o'tirib chiqishga ham tayyorman. Puh! Jamshid Alabay, ko'tningni qiskin bugundan keyin. Seni kimligini hamma bilib bo'ldi. Men aka, undan ko'ra yangi chiqqan Honor X9'da O'zbekistonda birinchi bo'lib biz obzor qilamiz. Boshladik. Sardor aka, men Toshkentga kelgandan beri to'lka varabskoy bolalar bilan yuribman-da. Pichog'im ham bor. Olib kelib pichog'ni. Yana o'zingni so'yib qo'ymagin, jipiriq. Xullas kalom akalar Honor X80 Pro Max'ni ochyapmiz. Go. O'sha Jamshid Prostoy chexoli bor ekan, Jamshid. Ma 90 vatli zaryadchigi bor ekan, Jamshid. Mana shuni yangili desa bo'ladi. Jamshid telefonda orqalari kojinli ekan, chiroyliligini qara, go'zalligini qara buni. Yo'q, mendan ham chiroyli ekanmi, Sardor aka? Ay yo'q, Jamshid, sendan chiroyli bo'lishi mumkin emas. Sen eng go'zalisan. Hisob. Telefonni zo'r tomonlardan boshlaymiz. Esha jipiriq. Bu telefonda IP68, IP69K bor. Eng qizig'i tepalikdan tashlab yuborsan ham hech narsa bo'lmaydi bu telefon. Jamshid. Hisob. Telefonda 10 000 nit yorqinligi bor. Eng qizig'i AMOLED. Akalar 120 Hz. Vashi chayqib ishlatasizlar. Bu telefonda batareyasi Honor Wind'dan ham o'tib ketdi. 11000 mAh batareyka. Akalar 80 vatli zaryadkani qabul qiladi. Eng super joyi ham shunda. Oho, buni batareyasidan butun magicchilar foydalansa ham tuganmaydi-ku, ha? Telefonning tovushi juda tiniq hamda juda baland. Eshitamiz. Eshitasanmi? Onajon, meni kechiring. Jamshid, bu telefonning kamchiliklari ham bor. Telefonga 4 ta kamera qo'yilganga o'xshaydi, lekin aslida faqat bitta qo'yilgan va bitta kamera ishlaydi. Sharmanda Honor. Eng qizig'i 05X kamera ham yo'q bunda. Lekin 4K 30 FPS videolar olib beragan. Tushundingmi? Yo'q, bitta ko'z ekami bu. Telefonning protsessori somsa darajada Snapdragon 6 Gen 5, lekin bu protsessor bilan bemalol PUBG da 90 FPS ushlayotgan. Lekin uzoq o'ynolmaysizlar, chunki telefon qizib yonib ketadi. Ha, xorami? Telefonda asl narxi anchagina arzon edi, lekin dunyo bozorida telefonlarning narxi anchagina ko'tarildi va buniki ham. Hozirgi paytda O'zbekistondan bu telefonning narxlarini yangisini 256taligini 450-480 dollar atrofida topishingiz mumkin. Bu xorami? Bu telefon faqat va faqat telefonda batareyasi uchun sotib oladigan insonlar uchun. Dajiganlar. Demak, bu telefon varabskoylar uchun emas ekanda, to'lka jo'nkalarga podarka qiladigan telefon ekan.